Xo'sh, bolalar, YouTube'dagi mashhur videorolik yozsangiz. Sinaymiz, ya'ni Temurjon ostonasida taomidan nimadir bo'lgan. Nimaga qataldi? Eshik yopib qo'yi. Sovuq kirib kimdir pullan shipillatib olmasin. O'zi kambag'al bo'lsin, shunday katta uyda. Xo'sh, yo'q, men u yerga tantanali yurishda tuyada boraman. Ha. Yo, bora, do'stim qalasan, yo sichib kelaylik ikkalamiz tuyaga. Yur, yo'qolmayman. Uyalma. Do'stlar, obuna bo'ling va kanalga like bosing. Hozir tuyam lazgi o'ynayman. Ha, ketadi. Lapala qitim, lappa qitim. Voy. Brat, yordam kerak emasmi? Uyingizni zapal bo'lyapti. Ha, bor boshqa uyga bor. Men urolmaydi yana. Kivosa necha bo'lang? Yo'q hali. Bir uraman yo'qotib qo'yaman. Hopda, biz aql ichishimiz kerak edi. Temurjon ostonasi. Yaxshi. Tomidan narsasi bor ekan. Tuyam sen o'zing sichib tur, men deya borib kelay. Boshqa yerda sichaman. Xo'sh, mendan yetib keldigan to'xta, uni tom borda, bor edi. Meni o'marib ketganman, chunki bu yerda kerakda, kerak. Xo'sh, voy, uyimdagi ishtonning ichida kelayotgan qolib ketibdi-ku. Endi qo'lni buzamiz. Sal bo'lsanda bo'lmasa, hammani portlatib yuboraman. Shoy! Yo, bana choy. Bor ekan. Yo! Bu yerda men bo'lmagan. Voy, nazoratli kirka, voy! Olmos! Temir, oltin, izmirli blok, izmirot. Oltinli qilich, oltinli kirka, voy, tiqilib qolaman hozir. Hozir mana shuni tuyam ko'rsam. Tuyam sichib oldingmi? Qani tuyam? Voy, o'g'lab ketgan bo'lsa, hozir qilichimni olaydi. Qilichimni sichadigan yerga, mana topdim. Voy, qara meni qancha nasavol. Kesin minutdan uni zombiga prank qilamiz. Ketdi. Men uni uraman va ustiga chiqib olaman. Ketdimi? Bir sen sichib tur. Yetolmaysan. Kerakmi? Yetolmayapsiz. Voy, tushib qoldim. Odamlar, yordam beringlar, qo'lyapti. Voy, eshigingni och, ustingga sichib olaman hozir. Voy, kelyapti. Voy, yordam beringlar.